Assalomu alaykum aziz do'stlar. İşimizni boshlab oldik. Hamma instrumentlarni olib keldik. Shitlarni o'rnatdik. Perforator shurboy. Mana shu sanakda chiqib ketamiz buni. Lekin shu tros bizni hayotimizni saqlab qoladi. Tros. Shu bilanchalar ketamiz. Onlarni kranchlar qotiramiz. Kansani o'rnatishga. Managa tepada 5-6 etaj qolganini qotirganmiz. Tik bosib kelaveramiz. Necha minutlar yo'l? 3 minutda boramiz. Az do'stlar chiqamiz tepaga. Mana domimiz tepadan bir ko'rsatamasizlar. Tepaga chiqib ketamiz. Mana manzara. Kranchlar. Qotmaganimiz 3 tadan qotirganmiz. Bo'ldi, to'xtatib. Ozgina ko'tar. Bo'ldi. Qotirganmiz. Joyimizga keldik. Bittasi qolib ketgan chala. Qolgani chalag'ini. Sekin boshlaymiz. Mana shunaqa qilib ishlarni boshlab oldik. Mana soat kunlarimiz 8:30 bo'ldi. 8:30dan ishni boshlab soqqan quvamiz. Tepada qolgan ishlar ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Likelarni bosib, dumlab turinglar, qilingan ishlarni ko'rsatib boraveramiz sizlarga.